Assalomu alaykum, Proktolog.uz kanalining kuzatuvchilari. Men Tosh Boburjon Abdullayevich, koloproktolog, xirurg, proktologman. Bugun sizlarning e'tiboringizga proktologiyada ko'p uchrab turadigan kasalliklardan yana biri gemoroy haqida ma'lumot bermoqchiman. Gemoroy kasalligi o'zi nima? U qanaqa turlari bor? Uni qanaqa davolash usullari bor? Yoki unda profilaktikasi, ya'ni bu kasallikka chalinmaslik uchun nimalar qilish kerak? Aynan shu haqda bugun ko'rsatuvimizda gapiriladi. Demak, o'zi gemoroy kasalligi nima? Gemoroy oddiy tilda aytadigan bo'lsak, yo'g'onchakning oxirgi qismi to'g'richak, to'g'richakning oxirgi qismi anal kanal deyiladi. Aynan shu analning kanalda venoz qon tomirlarining patologik, ya'ni kasallanish hisobiga kengayishi bu gemoroy kasalligi deyiladi. Gemoroy kasalligini joylashish bo'yicha ikki xil formasi bor. Bu bo'ladi tashqi gemoroy, ya'ni tashqi anal kanalning tashqarisida joylashgan gemoroy, ichki gemoroy, ya'ni anal kanalning ichida rivojlangan gemoroy. Yoki hammamiz eshitganmiz narujniy gemoroy, внутренний gemoroy degan gaplarni. Tashqi gemoroy bu bemor sezadi, bemorda gemoroy borligini bemor his qiladi. Qachon his qiladi? Masalan, hojatga borganda, hojatdan keyin, misol uchun orqani mustahab qilish, ya'ni yuvish, tahorat olganda bemor qo'liga seziladi tugunchalar borligi yoki ba'zan qonashi mumkin. Ichki gemoroy bemorlarda sezilmasligi mumkin erta darajalarda. Yana ichki gemoroyni 4 ta darajaga bo'linadi. Ichki gemoroy bu birlamchi, ya'ni birinchi bosqichdagi, ikkinchi, uchinchi va 4-chi bosqichdagi gemoroy turlari bor. 4-chi bosqich o'zi ham A, B darajaga bo'linib ketadi. Birinchi, ikkinchi bosqichlari bu bemorlarda u darajada sezgi hosil qilmaydi. Ya'ni bemor sezmasligi mumkin. Ba'zan e'tiborli bo'ladigan bo'lsa sezishi mumkin. Ya'ni hojatga borganda ba'zan qonash kuzatilishi mumkin bemorlarda yoki qaysi tomonda achishlar, bezovtalik, orqada yot jism borlik tuyg'ulari sezilishi mumkin. Shunda bemor sezishi mumkin. Lekin 3-chi, 4-chi darajaga yetib borganda gemoroy tugunlar bemorda yaqqol ifodalanadi. Ya'ni aynan 3-chi darajaga kelganda bemorda gemoroy tugun axlat bilan birga tashqariga ezilib tashqariga chiqadi. Bemor his qiladi, bemorlar qo'li bilan gemoroy tugunni ichkariga solib qo'yadi. 4-chi darajaga yetib borganda tugun tashqariga axlat bilan chiqadi yoki ba'zan o'zi tushib qolishi mumkin kuchanish natijasida. Bemorlar qo'li bilan solib qo'yadi, lekin tugun yana qaytadan tushib qoladi. Bu 4-chi darajasi. Kechishi bo'yicha ikki xil turi bor, ya'ni o'tkir formasi bor gemoroyni yoki surunkali formasi, ya'ni ostri yoki xronический formasi. Odatda bemorlarda xronический formasi kuzatiladi. O'tkir formasida bemorlarda kuchli og'riq, bezovtalik, luqullovchi og'riqlar, tashqi atrofda, ya'ni anal kanal atrofidagi tashqi qismida ko'karib qolgan tugunchalar ko'rinishi paydo bo'ladi. Ba'zan qon ketish. Surunkali formasida bemorlar doimiy ravishda qonash kuzatiladi, tugunlar tushib qolishi, diskomfort va tepada aytganimizdek orqada yot jism borligi kabi hislar, ya'ni bemorda ifodalangan bo'ladi. Gemoroy kasalligini davolashni ikki xil katta guruhga bo'lish mumkin shartli ravishda. Birinchisi dori-darmonlar bilan, ya'ni medikamentoz, ikkinchisi xirurgik usulda. Dori-darmon bilan, ya'ni medikamentoz usul bilan davolash gemoroy kasalligida birlamchi yoki ikkilamchi bosqichida nisbatan yordam beradi. Shu yerda bir narsani aytib o'tish o'rinliki, gemoroy kasalligini hozirgi kungacha bundan buyog'ini endi bilmadik, lekin hozirgi kungacha meditsina erishgan yutuqlarni hisobga olganda aytish mumkinki, hozirgi kungacha gemoroy kasalligini dori bilan davolashning imkoni yo'q. To'g'ri, svitchalar, mazlar yoziladi. Bular faqat gemoroy kasalligining asoratlarini oldini olishga va erta darajada turgan bosqichni keyingi bosqichga o'tib ketishini oldini olishga yordam beradi. Deylik, masalan, gemoroy kasallik asoratlariga gemoroy tugundan qon ketish yoki gemoroy tugunning trombozlari yoki og'riqlar kiradigan bo'lsa, darajasi masalan 2-chi yoki 3-chi darajada turgan bo'lsa, bemorga svitchalar, mazlar, tabletkalar yozib beramiz. Maqsad o'sha tugunni qonab ketmasligi, tugunda tromboz hosil bo'lib qolmasligi yoki bo'lmasa 2-chi darajada turgan, masalan, deylik, shartli ravishda 2-chi darajada turgan gemoroy 3-chi darajaga yoki 3dan 4-chi darajaga o'tib ketishini ma'lum bir vaqtgacha oldini olib turadi, yordam berib turadi. Lekin uni butkul yo'qotib yuborishda imkoniyati yo'q. Ya'ni 3-chi darajada turgan gemoroyni 2ga, 2dan 1ga qarab butkul uni so'ltirib yuborish imkoniyati yo'q hozircha. Ikkinchi davolash usulimiz bu xirurgik usulda. Xirurgik usulni ham shartli ravishda 2ga bo'lish mumkin. Bu malainvazivniy, ya'ni kam jarohat yetkazadigan metodlar. Ikkinchisi traditsionniy metod, ya'ni an'anaviy xirurgik usulda. Malainvazivniy, ya'ni kam jarohat yetkazadigan usullarga hozirgi kunda eng urfga chiqqan usullardan biri bu lazer yordamida tugunlar vaporizatsiyasi, tugunlarning gemoroy tugunlarining vaporizatsiyasi hisoblanadi.
Bunda lazer yordamida ichki gemoroylarni lazer yordamida xuddi svarkaga o'xshab tugunlar yopishtirib chiqiladi, kesilmaydi, qirqilmaydi. Bu ham ikkinchi, uchinchi daraja gemoroy tugunlar uchun effektivliroq. 4-daraja o'tgan bo'lsa, lazer yordam bermaydi. Bundan tashqari ligator yordamida tugunlarga kolsa qo'yish metodi bor. Bu ham ancha effektivni, faqat ko'rsatmalar bilan, ya'ni tugun alohida oyoqda turgan bo'lishi kerak, noshkasi alohida bo'lishi kerak, ajralgan, qo'shilib kelmagan bo'lishi kerak. Ikkinchi daraja yoki uchinchi darajaga o'tar o'tmas tugunlar qilinadi. Ligator yordamida, demak, kolsa qo'yish metodi. Bundan tashqari yana hozirgi kunda unchalik urf bo'lmay qoldi, lekin shu paytgacha qilinardi. Fotokoagulyatsiya, infrakrasniy fotokoagulyatsiya yordamida tugunlarni demak kuydirish. Bu metod ham ancha samarali metod hisoblanar edi, lekin hozirgi kunda ancha kamayib ketdi. Yana zamonaviy usullardan, demak, ham jarohat yetkazib oladigan usullardan bu Halrar metodikasi hisoblanadi. Halrar bu inglizcha nomi, o'zbekcha tushuntiradigan bo'lsak, oddiy tilda gemoroy tugunlariga kelayotgan qon tomirlarini dezarterizatsiya, ya'ni bog'lash, tikib bog'lash va uni demak tortib, lifting usulida tortib tepaga bog'lab qo'yish. Endi ham tugunlar qirqilmaydi. Hallarda maxsus datchik bor. Bu datchik xuddi UZI qorin bo'shlig'idagi a'zolarni ko'radigan UZI apparatga o'xshaydigan apparati bo'ladi. U qon tomirni kelayotgan joyini aniq точно bilib beradi. Gemoroy tugun qayerda qon tomir kelayotgan bo'lsa, o'sha tomirni topib, tagidan tikib bog'lab, lifting usulida tepaga tortib tikib qo'yiladi. Bu ham ancha effektivni, 90-95% hollarda effektiv usul hisoblanadi. Yana bir qator maliy invaziv usullar, masalan, skleroterapiya yordamida tugunlarni o'sha sklerant moddasi yordamida kuydirish metodi ham qo'llaniladi. Bu metod ko'proq aktivni qon ketgan bemorlarda yoki yosh katta bemorlarda yoki operatsiya qilishga qarshi ko'rsatma bo'lgan bemorlarda qilinadi bu sklerant moddasi. Endi ikkinchi guruh xirurgik usulimiz bu traditsion metod, ya'ni an'anaviy tibbiyot usulida gemoroy tugunlarni gemorektomiya qilish. Gemorektomiya degani, ya'ni ektomiya bu qirqib olish, olib tashlayman, yo'qotaman degan ma'noni bildiradi. Ya'ni anal kanalda hosil bo'lgan gemoroy tugunlarni har biri alohida qirqib olinadi, tagidan noshkasi tikiladi va vaziyatga qarab turib, endi vrachni o'zini taktikasiga qarab turib yoki Ferguson usulida yopib chiqishi mumkin tugunlarni tikib, ba'zan Milligan Morgan usulida tugunlar ochiq qoldirishi mumkin. Bu endi vrachning malakasi yoki bemordagi rivojlangan gemoroy tugunning holatiga kelib chiqib, demak, operatsiya vaqtida hal qilinadigan taktika hisoblanadi. Shu o'rinda paydo bo'lishi mumkin bemorlarimiz savol, gemoroy urg'ochisi bormi, erkagi bormi degan savollar paydo bo'ladi. Tibbiyotda bunaqa narsa yo'q. Gemoroy urg'ochisi erkagi degan narsa yo'q. Gemoroy tugunlari bir xil bo'ladi. Ba'zan gemoroy tugunlarini operatsiyaga olib tashlaganimizdan keyin gistologiya tekshiruvga beramiz. Gistologiya tekshiruvda tugunlar yomon sifatli o'smaga o'tish ehtimoli bormi yo'qmi aniqlashtirib berish maqsadida, lekin hammaga ham emas. Qanaqadir shubha bo'ladigan bo'lsa, shu tugunlarda yomon sifatli hujayralar borligi shubha bo'ladigan bo'lsa, unda operatsiyadan keyin tugunlarni gistologiya tekshiruvga beramiz. Lekin bemorlarimiz aytadi, men 3 yil oldin yoki 5 yil yoki 10 yil oldin operatsiya qildirdim, gemoroy kasalligimni yana menda paydo bo'lib qoldi. Demak, menda urg'ochi formasi bor ekan degan fikrlarni eshitib qolamiz. Bunda qanday tushunish kerak? Bu demak, bemor o'sha vaqtda operatsiya qildirilganda gemoroy tugunni bittasini yoki ikkitasini o'ldirgan bo'lishi mumkin. Odatda anatomiya bo'yicha aytadigan bo'lsak, gemoroy tugun 3 ta asosiy qon tomirdan keladigan tomirlar hisobiga hosil bo'ladi. Ya'ni biz tilda aytganda 3, 7, 11 siferblatlar bo'yicha gemoroy tugunlar kengayadi. Bemor operatsiyaga borgan, xirurg ko'rgan vaqtda, demak, unda yoki 7 yoki 11 masalan deylik, shartli ravishda tugun kattalashgan bo'lsa, tugunni olib tashlagan. Lekin 3-tugunga teginmagan. Chunki u mayda bo'lgan bo'lishi mumkin yoki rivojlanmagan bo'lishi mumkin. Yillar davomida bemorda ichi qotib yurgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa surunkali og'ir mehnatda ishlayotgan bo'lishi mumkin, uzoq o'tirib ishlaydigan ishlarda ishlayotgan bo'lishi mumkin. Bora-bora 3-tugunda ham gemoroy tugun kattalashgandir. Shuning hisobiga bemor keyin yana gemoroy kasallik bilan operatsiya bo'lishga majbur bo'ladi. Ya'ni bemor o'ylagandek bu urg'ochi erkak formasi emas. Bu demak, teginilmagan tugundan hosil bo'lgan gemoroy hisobiga rivojlangan bo'ladi. O'z gemoroy kasalligi nimadan rivojlanadi degan savolga javob bermadik. Gemoroy kasalligining rivojlanish faktorlari ko'p. Asosiy faktorlari bu o'tirib ishlaydigan kam harakatlik hisoblanadi. Masalan, o'tirib ishlaydigan kasblar bor, deylik, shofyorlarimiz, haydovchilarimiz, yo bo'lmasa ofisda ishlaydigan ishchilarimiz bor, doimiy ravishda o'tirib ishlaydi. Masalan, bundan tashqari og'ir mehnat bilan ishlaydigan hamyurtlarimiz yoki kishilarimiz bo'lishi mumkin. Ular ham doimiy ravishda nagruska beradi orqaga. Gemoroy tuguni kattalashiga sabab bo'lishi mumkin.
yoki asosiy sabablardan yana biri doimiy, ya'ni surunkali ravishda ich qotib yurish bemorda. Ich qotib yurish ham doimiy ravishda gemora tugullarini kattalashiga sabab bo'lishi mumkin va shu qatorda ichning doimiy ravishda ketishi ham, ya'ni surunkali diareya holati ham gemora kasalligining rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Va tabiiy fiziologik holat bo'lgan tug'ruq yoki homiladorlik davrida ham gemora kasalligi rivojlanishi mumkin. Ortiqcha vez gemora kasalligining rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari ovqatlanish rejimiga amal qilmaslik, ya'ni ovqatlanishda o'sha achchiq narsalarni ko'p iste'mol qilish, yog'li narsalarni, gazli ichimliklar, ba'zi bir erkaklarimiz yoki aholimizda spirtnoy ichimliklarni haddan ziyod ko'p iste'mol qilish ham gemora kasalligining rivojlanishiga asosiy faktorlardan biri hisoblanadi. Gemora kasalligi nasl-naslga o'tishi mumkinmi degan savol ham bor. Odatda bu hali fakt tasdiqlanmagan, lekin shaxsiy kuzatuvlarimiz yoki o'qigan adabiyotlarimizning xulosasidan kelib chiqib aytish mumkinki, gemora kasalligi nasliy o'tish ehtimolligi bor. 90-95% qo'yiladi bemorlarimizni so'rab surishtirganda otasida, onasida yoki qarindoshlarida gemora kasalligi borligini e'tirof etishadi. Shundan xulosa qilib chiqarish mumkinki, gemora kasalligi katta ehtimollik bilan nasliy o'tkazilish ehtimolligi bor. Demak, gemora kasalligiga chalinmaslikni profilaktikasiga nimalar qiladi? Boya tepada sanab o'tgan holatlarning hammasini teskari qilsangiz, gemora kasalligiga chalinish ehtimolligingiz ancha pasayadi. Ya'ni uzoq ko'p o'tirib qolmaslik, masalan, o'tirib ishlaydigan ishda bo'ladigan bo'lsa yoki shofyor bo'ladigan bo'lsangiz, yarim soat 40 minutda turib 5-10 daqiqa demak yurib, ya'ni qon aylanishini yaxshilab, keyin yana o'tirib ishni davom ettirish kerak. Yoki doimiy ich qotadigan bemorlar bo'lsa, ichni yumshatuvchi slavitin dorilar yoki ovqatlanish rejimiga amal qilib borish kerak. Ovqatlanish rejimida o'sha achchiq gazli spirtli ichimliklarni demak ovqat ratsionidan olib tashlash kerak, imkon qadar kamroq iste'mol qilish kerak bu mahsulotlarni. Yo'q bo'lmasa homiladorlik bo'ladigan bo'lsa, homiladorlikka tayyorgarlik ko'rish kerak, ertaga shu kasallik rivojlanib qolmasligi uchun. Aynan homiladorlik paytida hosil bo'lgan gemora kasalligini davolashda juda ko'p qarshi ko'rsatmalar bor. Ya'ni bu yerda faqat onani emas, bolani ham o'ylash kerak bo'ladi. Shuning uchun ko'p dorilarimizni aktiv ravishda ishlata olmaymiz gemora kasalligini davolash uchun homiladorlik paytida. Shuning uchun tayyorgarlik ko'rib borish kerak. Va albatta, sizda bu kasallik birlamchi belgilar paydo bo'lishni boshlagandan zudlik bilan shifokor, proktologga murojaat qilishingiz kerak. Hamma narsani o'zini ustasi, o'zini mutaxassisligi bor. Ya'ni bir kasallik, bir organingiz kasallangan bo'lsa, uni o'zini mutaxassisga ko'rsatish kerak. To'g'ri, boshqa profildagi vrachlar ham bu haqda ma'lumotga ega bo'lishi mumkin, lekin mutaxassislik bo'lmaganligi uchun sizga to'g'ri tashxis qo'ya olmasligi mumkin yoki to'g'ri lecheniya yozib bera olmasligi mumkin. Shuning uchun sizda gemora kasalligining belgilari paydo bo'lib boshladimi, ya'ni sizda ba'zan axlatda qonash, ozgina og'riq, orqada yog' jism borligi yoki tugullarning qo'lingizdan sezilishi bilinishni boshladimi, zudlik bilan shifokor, proktologga murojaat qilishingiz kerak va kerakli tavsiyalarni olishingiz kerak. Kasallikni qancha ertacha aniqlab, unga qancha ertacha davo choralarni ko'rishni boshlasak, ertaga u kasallikni yomon asoratlarga olib borishini oldini olgan bo'lasiz. Agar u operatsiya qilinishi kerak bo'lgan darajada bo'lsa ham, masalan, 4-darajaga yetib borgan gemora tuguni operatsiyasi bilan 3-darajaga turgan gemora tuguni operatsiyasi o'rtasida farq katta. Ya'ni qirqiladigan joylar, olib tashlangan tugullar yoki operatsiyadan keyingi reabilitatsiya davrining qisqaligi bular juda ko'p farq qiladi. Shuning uchun zudlik bilan vrach, proktologga murojaat qilishingiz kerak va kerakli tavsiyalarni olishingiz kerak. Shu o'rinda bir narsani eslatib o'tmoqchiman, aziz kuzatuvchilar. Hech qachon o'zingiz samalechena bilan shug'ullanmang. Ya'ni samalechena o'zingiz aptekadan dori olib, o'zingiz nimadirlar ishlatishga harakat qilmang. Siz o'ylashingiz mumkin, orqada faqat gemora kasalligi bo'ladi deb. Orqada ma'lumot uchun aytib o'taman, 20 dan ortiq kasallik bor. Mana shu kichkina organda 20 dan ortiq kasallik bor. Bularning klinikasi, ya'ni simptomlari, sizga beradigan noxushliklar deyarli bir xil. Hammasida ham og'riq bo'lishi mumkin, hammasida ham qonash kuzatilishi mumkin, hammasida ham diskomfort holati vujudga kelishi mumkin. Siz faqat gemoroidni bilishingiz mumkin. Aslida bu yerda yana 19 xildan oshiq kasallik bor. Bularning nechinasi hammasi bir-biriga o'xshamaydi. Tartibi, davolash usullari hammasi har xil. Shuning uchun aptekada menda gemoroid bor, gemoroidga dori ber deb olib ishlatib, vaziyatni og'irlashtirib, keyin murojaat qilib vrachga, keyin yomon holatlarga olib borib qo'yishdan avval erta vaqtlarda shifokor mutaxassisga murojaat qilib, kasallikni erta davrlarda xalos bo'lishingizni tavsiya qilaman. Azizlar, umumiy bergan ma'lumotlarimiz va bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat. Agarki sizlarda qanaqadir yana qo'shimcha savollar, fikrlar paydo bo'ladigan bo'lsa, marhamat, izohlar bo'limida o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin. Biz imkon qadar sizning har bir savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Yana qanaqa mavzularda video chiqarishimizni xohlaysiz, marhamat, izohlar bo'limida qoldirishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini ayamang. Bizni kuzatishda davom eting.
o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'ling.